Rossiya va uning yetakchisi Vladimir Putin. U tarixdagi eng buyuk shaxsmi yoki yo'qmi, bu bahsli masala. Ammo bir narsa aniq, uni oddiy siyosatchi deb atash haqiqatni mensimaslik bo'ladi. Men rusparast emasman, ammo faktlar his-tuyg'ularga bo'ysunmaydi. Putin Rossiyaning chuqur davlat mexanizmi tomonidan yillar davomida yetishtirilgan, sinovdan o'tkazilgan va nihoyat eng yuqori cho'qqiga olib chiqilgan figuradir. Uning hokimiyatdagi qariyb chorak asrlik siyosati inqiloblarsiz, lekin keskin va qat'iy qarorlar orqali Rossiyani sobiq Sovet qudratiga yaqinlashtirdi. Avvaliga u mamlakat ichidagi parchalanuvchi kuchlarni bitta-bitta yo'q qildi. Checheniston masalasi shafqatsiz, ammo samarali tarzda yopildi. Keyin u davlat boshqaruvini qayta shakllantirishga kirishdi. Markaziy hokimiyat kuchaydi, mintaqalar jilovlandi. Shundan so'ng sobiq ta'sir doirasidagi davlatlar navbatma-navbat bosim ostiga olindi. Gruziya va Ukraina kabi eski orbitadagi mamlakatlar Rossiyaning tashqi siyosatida yana asosiy sahnaga chiqdi. Qrim masalasi esa endi tarixiy fakt. Rossiya uni de facto yutib yubordi. Ammo bu bilan cheklanib qoldimi? Yo'q. Putin Sovet chegaralari bilan kifoyalanmadi. U ancha chuqurroq imperiyaviy xotirani uyg'otdi. Afrika qit'asida yollanma kuchlar orqali ta'sir zonalari yaratildi. Bu ochiq mustamlaka emas edi, ammo mohiyatan shunga yaqin. Keyin Yaqin Sharq, Suriya, 10 yildan ortiq davom etgan fuqarolar urushida Rossiya o'z manfaatlari yo'lida faol ishtirok etdi. Millionlab odamlar hayotdan ko'z yumdi. Bu qattiq eshitiladimi? Ha, ammo geopolitika shafqatsizlikni tanlaydi. Bu jarayon evaziga Rossiya uzoq yillar orzu qilingan strategik hududlarga chiqdi. Issiq dengizlar, harbiy bazalar, global savdo yo'llari, bular bir paytlar Pyotr I davridan beri amalga oshmay kelgan orzular edi. Kavkazdagi mayda davlatlar esa bir-biriga qarshi siyosiy shaxmat taxtasiga joylashtirildi. Shunday qilib, hech biri mustaqil nafas olishga ulgurmadi. Yevropachi. Putinning qat'iy siyosati Yevropa davlatlarini tezda qurollanishga majbur qildi. AQSh esa bir paytlar raqobat o'rniga dunyoni birga boshqaramiz deganida Rossiya allaqachon to'xtatib bo'lmas kuchga aylanib ulgurgan edi. Bugungi Rossiya oddiy davlat emas. Bu metafora emas. Xaritagagina qarang. Yevropadan Tinch okeanigacha cho'zilgan ulkan hudud. Aholisi 140 milliondan ortiq bo'lgan bu gigantni tasavvur qilish qiyin. Agar siz hanuz Toshkentda 60 kvadrat metrlik uy haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, Rossiyaning miqyosini shunday tushuntiraman. Bu deyarli 21 ta O'zbekistonga teng. Agar barcha arab davlatlari birlashsa ham, hudud jihatidan Rossiyaga yaqinlasha olmaydi. Eng qizigi, bu ulkan davlat ichida yuzlab millatlar, o'nlab madaniyatlar, turli dinlar va 20 dan ortiq avtonom respublikalar mavjud. Checheniston, Dogiston, Yakutiya har birining o'z yetakchisi bor. Ammo oxirgi qaror har doim Kremldan chiqadi. Shu bois Rossiya bu shunchaki mamlakat emas. Bu tarix davomida birlashtirilgan, kuch bilan ushlab turilgan imperiyalar yigindisidir. Agar bu tizim qanday shakllanganini bilmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri joydasiz. Men Yusuf Kayalpman va bu mening jamoam. Biz Yik Media sifatida tarixga xolis qarashga harakat qilamiz. Bugun sizni Rossiyaning sovuq, ammo qon bilan sugorilgan markaziga olib boramiz. Xv asrda Rossiya podsholigi zaif, korrupsiyaga botgan monarxiya edi. Armiyasi buyruq bo'lsa bo'ldi mentalitetida, xalqi esa non va yog' tashvishidan bosh ko'tarmasdi. Innovatsiya, ta'lim, shaharsozlik bular tushuncha sifatida ham yo'q edi. O'sha davrdagi rus jamiyati Usmonli qo'shnilaridan deyarli farq qilmasdi. Eng yomoni, Rossiyaning tashqi ta'siri qishki uyquda edi. Qora dengizda portlar yo'q, O'rta Yer dengizi esa orzu edi. Yevropa sanoat bilan boyib borar, Rossiya esa 2 asr ortda qolgan, mintaqaning eng kambag'al hududiga aylangan edi. U go'yo 2005 yilga, lekin yillar davomida qarovsiz qolgan Chevrolet Tobaltga o'xshardi. Yuradi, lekin zo'rga. Bu holat hukmdorlarni tashvishga solmadimi? Yo'q. An'ana kuchli edi. Ammo yosh Pyotr taxtga chiqqach, hammasi o'zgardi. Pyotr I, buyuk Pyotr, davlatni tubdan o'zgartirdi. U Yevropaga safar qildi, flot qurdi, armiyani yangiladi, ta'limni majburiy qildi, alifboni o'zgartirdi, senat tuzdi, soliqlarni isloh qildi, cherkovni davlatga bo'ysundirdi, razvedka tizimini yaratdi. Aynan Pyotr I Rossiya imperiyasining poydevorini qo'ydi. Uning siyosati Rossiyani Boltiqdan Tinch okeanigacha olib chiqdi. Bugungi Rossiya tashqi siyosatining ildizi aynan shu yerda. Keyingi hukmdorlarning aksariyati bu merosni saqlay olmadi. Ayniqsa Nikolay I davrida modernizatsiya rad etildi. Islohotlar yarim yo'lda qoldi. Ocharchilik paytida saroyda bazmlar davom etdi. Natija esa ma'lum: urush, inqilob, fuqarolar urushi va Sovet ittifoqi. Sir tenglik va'da qildi, ammo amalda qashshoqlik va qo'rquv berdi.
Stalin davrida paranoya davlat siyosatiga aylandi. Biroq Ikkinchi jahon urushidan so'ng Sovetlar superkuchga aylandi. Tanklar, samolyotlar, atom bombasi, dunyo muvozanati o'zgardi. Sovuq urush boshlandi. Ammo bu yuk uzoq davom etmadi. 1990 yillarga kelib iqtisodiy bosim imperiyani yemirdi. Respublikalarning biri ketidan biri mustaqillik e'lon qildi. Sir tarixga aylandi. Yeltsin davrida Rossiya bozor iqtisodiyoti shamolida yo'nalishini yo'qotdi. Qashshoqlik avj oldi. Ana shunday vaziyatda sahnaga Vladimir Putin chiqdi. Sobiq KGB zobiti, Germaniyada xizmat qilgan razvedkachi. U tez orada chuqur davlat ko'magida hokimiyat tepasiga ko'tarildi. 1999 yildan boshlab Rossiya tarixida yangi davr boshlandi. Va bu davr hali ham davom etmoqda. Tarix bu faqat o'tgan voqealar yigindisi emas, balki bugungi dunyoni tushunish uchun kalitdir. Rossiya va uning yetakchilari misolida ko'rib turganimizdek, kuch, siyosat va imperiya tushunchalari asrlar davomida shakllanadi. Bu jarayonlarni bilish esa bizga voqealarga hissiyot bilan emas, ong bilan qarash imkonini beradi. Biz tarixni o'rganamiz, xulosa chiqarish sizning qo'lingizda.